Konstitutsiyamizda ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqish va tarbiyalashga majbur ekanligi aniq qilib belgilab qo'yilgan. Lekin bu majburiyatni har doim ham ota-onalar his etmasdan farzandlar ta'minotidan qochib yurishadi. Buning oqibati o'laroq Majburiy ijro byurosi hududiy organlarga aliment masalasida ijro hujjatlari kelib tushadi va shikoyatlar yoziladi. Aliment undirilishi muqarrar ekanligi tushuntirilgach yoki bu borada majburiy ijro harakatlari amalga oshirila boshlagach, kimdir o'z majburiyatini bajaradi, yana kimdir go'yoki bu pullarni yetti yot begonaga to'layotgandek bundan bo'yin tovlashadi. Majburiy ijro byurosining Dehqonobod bo'limi xodimlari ham xizmat yuzasidan bu holatga ko'p duch kelishadi. Bo'lim rahbarining bizga ma'lum qilishicha, ijro harakatlari davomida ota-onalarga ularning majburiyatlari tushuntiriladi. Alimentdan qochishning huquqiy oqibatlari batafsil ma'lum qilingach, ular orasida sobiq er-xotinlar aslida arzimas sabab bilan ajrashganini ma'lum qilib, oilani ham tiklashayotganlari bor. Yoki muttasil aliment to'lanib kelgan oilalarda ham yarashuv holatlari ko'paymoqda. Bugun tuman hokimligi binosida o'tkazilgan sayyor sud doirasida aynan aliment ijro hujjatlari yuzasidan murojaat qilgan fuqarolar va qarzdor shaxslar yig'ilgan. Unda ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish, aliment pullarini qasddan to'lamay kelayotgan fuqarolarning harakatlariga huquqiy baho berish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Mazkur sayyor sud va uchrashuv fuqarolar muammolarini joyida hal etish, ularni tinglash va amaliy yordam ko'rsatish borasida muhim ahamiyat kasb etdi. Aliment undirish ota-ona uchun ma'qul bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar bolalarning kerakli tarbiya va ta'minot olishlari, sog'lom ulg'ayishlari uchun zarur chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ushbu masalaga har bir ota-ona voyaga yetmagan bolaning huquq va manfaatlarini uning ta'minoti orqali himoya qilish to'g'risida xabardor bo'lishlari shart. Fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudining qaroriga asosan undiruvchining 2 nafar farzandining ta'minotiga aliment undirish belgilangan bo'lib, qarzdor aliment qarzdorligini bir necha bor ogohlantirishga qaramasdan aliment qarzdorligini to'lamaganligi sababli qarzdorga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina xatlanib, hozirgi kunda elektron onlayn savdoga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Sud tartibida alimentlarni undirish va yetmagan bolalarning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq talablar fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'p uchraydigan talablardandir. Eng dolzarb muammolardan, mavzulardan bittasi, ya'ni aliment masalalari, bolalar ta'minoti uchun undiriladigan alimentdan o'z vaqtida undirilmaslik, ularning miqdorining kamligidan ko'plab murojaatlar tushyapti. Shu maqsadda bugun Dehqonobod tumanida yig'ilish o'tkazildik. Aliment undiruvchilar, to'lovchilar bilan birgalikda yig'ilish o'tkazildi. Sayyor sud majlisi bo'ldi. Ya'ni alimentni qasddan to'lamaganlarga nisbatan ko'rilgan jinoyat javobgarlik masalasi ko'rib chiqildi. Shu maqsadda mana bugun tushuntirishlar olib bordik. Menimcha o'ylaymanki, yaxshiroq natija beradi. Asosiy zaruratlardan bittasi kelajak avlodimizni yetuk, hamma tomonlama sog'lom qilib shu tarbiyalash qaratilgan. Byuro tomonidan aliment majburiyatlarini bajarmaslik holatlariga nisbatan qat'iy munosabat bildirilayotgani barcha ishtirokchilarga qonun talablariga rioya qilish muhimligini yana bir bor eslatadi. Qonunchilikka amal qilish har bir fuqaroning mas'uliyati bo'lib, ushbu holat kelgusida aliment majburiyatlarini bajarmaslik kabi huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qilishi kutilmoqda.